Mana fuqarolar o'sha yer masalasi bo'yicha yoshlarga ajratilgan yer masalasi bo'yicha mana murojaatchi fuqaro murojaat qilgan edi. Mana murojaati bugun qonuniy tartibda o'rganib qilib qanoatlantirildi. Qilgan murojaatingdan minnatdormisan? Gapir. Baqir-chaqir bilan tepaga chiqib, mana shu blogerning orqasidan yerimni amallab oldim. Burchakda qiytiqdan bo'lsa ham ostatki yerda bir amallab oldim. Bor gap shu. Boshqa gap yo'q. Haqiqat bor ekanmi? Tepadan kelmaguncha bular o'zicha ma'lumot yasab o'zidan otangga bor, onangga bor deb yotib tepadan keldi. Necha yildan beri sarson bo'lib yotuvding? 2 yildan beri. Ha, bugun shu murojaating hal bo'ldimi? 2 yildan beri hal bo'lmaydigan murojaating? Hal bo'lmaydigan murojaatim hal bo'ldi. O'sha haqiqat, qonun bor ekanmi? Yana bir marotaba shu narsani fuqarolarga ayt. Harakat qilsanglar olasizlar, bo'lmasa borsanglar otangga bor, onangga bor dedi. Yer yo'q, hamada lot tugadi, pul tugadi. 1 metr chizgan, oqariq tushgan, yo'l tushgan, suv tushgan dedi. Shu bilan uxlab ketaverasizlar. Haqqlaringni talab qilsalaring olasizlar. Mana hozir bugun yeri borlar ham shallaqlik qilib o'tirib, yerini xuddi